Baxtni qo'g'lashmaydigan odam bo'lmoq kerak. Bizning baxtga tutgan muomalamiz, o'zimizning odamiylik fazilatimiz aniq ko'rsatib beradigan aynak bo'la olishida shak yo'q. Biz o'zimiz yashayotgan bu dunyoda erishadiganimiz bilan yo'qotadiganimizning tangponligini bilish uchun qiziqimiz yo'q. Erishish bilan yo'qotishning turmush tarozisidagi salmog'ini tangshashga sal qaraymiz. Natijada hayotning lazzati va qimmatini bayqash fursatidan mahrum bo'lamiz. Kechib qoldingizmi? Saqlab ketdingizmi? Shunday.
Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlı güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak gelmegin, yüreğimni bara etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem. Yüreğimde o saldın sen, mestane sesin deme. Teşma efendim. Hoş şeytan. Yaxşı, yaxşı. Hem işletip Şunda boptuğum. hem istedik.
Hammasini yaxshi ko'rdigan ranglar bo'pti. Vah. Hammasini yaxshi ko'rdigan ranglar bo'pti. Shundaqmi? To'xtab turing. Men birdan tekshirib o'tkazib olaman. Yaxshi bo'pti. Oshxonaning rangini texim yaxshi ko'rdim. Qalb. Hujraynim ko'rib baqay. Vah. Nima degan chiroyli. Qallingiz ishlaydi jumon Murat. Meni bakla xo'shal qilib etdingiz. Shunda qilib telefonimni yo'tkab bo'ldim-da. Texi bayil yo'tkadim. Nomeri burunqi nomer bilan o'xshashdi-a? Albatta, burunqi. Sizni pek suygandim. Meni sevindingizmi yoki yangi uyni, ha? Sizni uyni hammamni sevgandim. Haras opamga telefon qilib o'tay. Ma'qul. Menimcha opam hozir cho'qimla hayron qoladi. Kechiring, siz urgan telefon vaqtincha ulanmaydi. Qaraganda opam uyda yo'q o'xshaydi. Adam ko'rib baqay bo'lmasa. Hey? Hadamma, qanday ahvoling hada yaxshi turamsan? Ha, komandirib kirib hozirlik qaytib kelishim. Muratma, uylarni shunday chiroyli qilib bitdi degina. Ha. Uy telefon qilsam opam yo'q ekan. Bugunmi? Bo'ldilar hada ozroq charchab qoptiman. Bugun o'ptaroq aram elib olay. At cho'qim sen bilan ko'rishgili boraman. Ma'qul. At ko'rishaylik. Xo'sh, Xudoga omonat. Menda xo'sh bo'ldim. Uyimiz bek chiroyli bo'pti. Endi telefon qiladigan. Yana bir muhim yaqib qoldi. Qaya u? Ha? Shayton, eskiligini qara. Bugün meni pek saqladı. Shundaqmi? Bir kun chaqib olib. Shundaq bo'lar, ha? Voy, bu bizning yozuvchi og'aynimiz-ku. Murat adash, qanday tinchlikmi? Uzun bo'ldi ko'rishmadik. Salomatliging yaxshimi? Yaxshi. Murat. Mening erkak. Bu chiroyli qiz kim bo'ldi ekan? İsmi Sevle, yüzü şu. Yaxshi. Bo'ldi. Sizlarning yo'linglarga meni ayringlar. Sizlarning yo'linglardan qo'ymaydi yana. Shu telefon qilasan, ha? Ma'qul. Ko'rib turaylar, nomer shu. Unutib qolma. Ma'qul.
Vay, Zülfiyama, mən Cəmilə, qanaq yaxşıdıramsa? Ay, vaqt toşub ketdisizlər, tək otursizlar qo. Oy, saat kim qaramapdıq qo. Mağaylı. Mağaylı. Qo'zg'im toza ochdi. Jiroqtili mağaylı. O'zingizga chiroyli yashindaq yarishdi. Yangi sotdingizmi? Qizlar, vaqtinglar o'z uyga telefon urib, o'ltirib ketinglarmi? Xo'sh, xo'sh. Malay, çoxum meniki. Vay? Ha? Mən şu. Həcət isin kep qapdı mənğu? Yaxşı, yaxşı. Özüngçü? Ha? Nima? Uyg'unlikka? Bir yildagi sizga qiladigan 101 turlik sovg'a. Chin ko'nglingiz bilan siz uningga siz qopsizmi? Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Bo'ldimi? O'quvchilik vaqtingizdagi o'qituvchingizga rahmatingizni bildirib, podkastga avating. Avating. Ha? Oy, telefon. Vay? Ha? Namg'u? Ha. Ya. O'zingiz yana? Ha, yana? Yana. Hop. Oy, telefon. Ha? Vay? Vay. Vay. Bo'ldi, qo'ying. Qo'ying. Telefonga sezib qo'yib qoldingizmi nima? O'zingiz ayangizmi? Telefonga sezib qo'yib qolsangiz, bolamiz tug'ilganda telefonni qo'lingizda tutib tushimsiz yana. Menga telefon kelsa, chidamay qilyaptamsiz? Shuni gap bo'pti-da, ha? Nima bo'pti? Oyog'ini bilmaydi ekansiz, ha? Rasmi? Chidamas.
Telefon. Telefonni eling davatman. Elinga. Voy voy. Yerim kecha telefon qilgan zoti kimdi? Ha? Telefonni elinga. Voy voy, o'zingiz ilinga. Ajab uyqumni buzdi. Vay, Vay, ajucangmisiz? Qanday yaxshi turibsiz? Sizga haliq ishni joyida bejarib etdim. Satmasak 30 ming qo'y pul olgan kirdi-dang, Ertagun uchun sizga yetkazib beraman. Xonimga aytgan qoni palto kelgandi, ha? voy, efendim. Siz qaysi ajucangni deysiz? Nima? Bu kadrlar idorasidagi ajucangni uy emasmi? Yo'qsa, efendim, bu degan madaniyat idorasidagi darissiz kadrning oddiy kapsi. Abla, xato qilibdi. Men xato urib qo'ydim, kechiring, ha? Hullanit xoshamatchi. Mushundaq chaqda telefon urib, xush xabar yetkazishga aldırğanını qara. Xiyolingda ajujangdan oladigan cho'ng-cho'ng mukofotlarni, yurakni o'yintib o'tadigan ajoyib va'dalarni o'ylagan bo'g'ayding. Mayli kim bo'l, bu muhim emas. Ammo va'da qilamanki, sen faqat qurtdek yashaydigan, yer sharini g'ajab, cho'qib, o'tni to'shib qilib o'tadigan, bayg'o'jamlarning tapini ostida jon saqlaydigan xoshamatchilarning biri. Vay, Jamilama? qandaqsiga Jamila bo'ladi? Qulog'ingiz gasib qoldimi nima? Ovozimdan ayolligimni farq etamidingizmi? Jamila bormi? O ishqi ketgan. Oningda bir ishingiz bormi-ti? Bu ikkimizning shaxsiy ishi. Buni siz aralashmasangizmi bo'ladi? Xo'sh, avar qildim, ha? Nima deydi o mavzuldek? Texi Jamila bilan ikkimizning shaxsiy ishi bor deydi. O kimdi? Jamilaning xizmatdashimidi ya? Yo'q. Bu chaqda u ishqi berib bo'ldi. Amsa, boyqi tetiqsiz so'ltak zoti kim bo'g'aydi?
u Jamilani qandoq tanıydı ki? Men aralashmasammi bo'ladigan ularning zodi qandoq shaxsiy ishi bordi? Voy Xudoyim, nima qilyaptingiz bu uyni? Qumdanning turxunidagi bo'lib ketibdi-ku. Hamma yana islab yetibsiz. Voy voy. Tamakin tas chekibsiz-da. Ozroq chekingiz-mu? Salomatlik ziyonliq. Biz yaşayotgan bu dünya acayip tilsim sırlar bilen to'lgan bo'ladi. Her birimiz fakat özümüzün samimiyligi ve turmuş tutgan kızgın muamelemiz arkalık bu tilsim ve sırlarning ochqichini topalaymiz. Chiroyingiz bo'lakcha turdi. Mijazingiz yo'qmi nima? Ha? Ko'nglingiz nimani tatidi tanga? Birdan aytib berma. Birash bo'ldimi? Bana nima tikilib qaraysiz? Gap qiling ha? Aqız qaradaş. Xeyli ustadlığı va qizchaqkan. Hozir jahonning ishlarini birnima deb bo'lmaydi. O'z eridan ko'ngli qolgan, qandaqdir xiyollar kalisi kirib olgan ayollar o'z eriga shunchalik kuyindigan bo'lib ketadiki, hatto eriga bo'lgan samimiyatini, kuyinishini ifodalash uchun haddidan ziyoda zo'riqib ketadi. Natijada u ayolni kishilar tarafidan vafodor ayol deb taniladi. Ermo ayolining oq ko'chalarda timisqilab yurganini xiyoliga keltirmaydi danglardash. Dangan Murat, nima yeyingiz bor? Murat degan bir yozuvchi. Dana odam. O nima degan to'g'ri so'zlagan? Mana Jamila menga ajab kuyinib ketyapti. Qaraganda Jamilaning qo'zig'ida rostli jinba o'xshamamdi. Lag'man qilaymi? Tomoq yeb olganmidingiz? Ayting-a. Qo'zig'im to'q. Nerede tomoq yedingiz? Telefon geldi. Vay. Yaxshimisiz? Murat bormi? Ha. Bor. Telefoningiz. Vay. Muratmisiz? Nimanda sarangdek vaqiraysiz seni. Hech bir kichikdek inaldan chiqolmayapsiz. Sizni sog'lig'ingiz ekan. Tez
bulmamsız canım. Ben azaldan siz ahlakilmek eşittim o. Vay, siz kim o? Telefonni xato urib qoldingizmi nima? Siz Nima? Ajab, tilingizin chaynab qoldingizku. Yiliqi jin qo'lchiqqa o'xshaydigan ishingiz o'xshamamdi. Nimadan qo'rqishsiz canım? Qo'rqma. Hay, yasa, sizni boshqadan o'ylayman. to'la kapchima. Sen zodi kim o? Sizning qanmay qolganingiz bilmas bo'laolasiz. Atriyada telefon urib, kechda uchrashaylik deganmidingiz. Tez bo'ling, fursat qaniyman. Restoranda chiqib, siz degan biror mehmonxonaning xoliroq yotig'idan birini olamizda. Kecha. Hey! Hech tamoqqa tutish qilmabsiz. Restoranda yeydigan tamoqlarni ish qilmaslik uchun tamoqsiz chiqibdi. Tez kelib qolgan bir telefon uchun o'shinchilik qilib ketamsiz? Agar va'dangiz uchirish o'rinlaringizni u yaxshi shuncha aniq bildigan tursa, qolgan telefon deyishdan yuzingiz qizarmadimi? Va'dalashib qo'yibsizlar. Bo'ldi, beravering. Bo'lmasa haqli, meni har nima gaplar. Alloh beringizmi yana? Canım Jamila. Menga ishonang. Men o qizni faqatla tonimayman. Oldu qılık Murat. Hemmiş beş qo'ldek ayan bo'ldi. Yani o'zingizni aqlashga o'rnib otamsiz. Bo'ldi, mening oldimda o'zingizni aqlamang. Siz o'qigan o maktabda, men o'qigan. Jamila, men Bo'ldi, tushundirman deb avori bo'lmang. Mening faqatla anglag'im yo'q. Tushundirmang bo'landi. Baxtning ta'biri ustida o'ylanganimizda, baxtning mavjud bo'lish mumkinchiligi ustidami o'ylanib ko'rsak, balkim bizning baxtga tutgan muomalamizda reallikka munosib bo'lgan ahamiyatlik va xotirlik aslini his qilishi mumkin. Unutish bilan unutilishning chegarasini bayqashga hammamiz qodir bo'lamaymiz. Ammo baxtning unutilish chegarasi ustida o'yinla oladiganlarimiz ancha ko'p bo'lmasi kerak. Shunga bizning turmushimizda unutilib ketilayotgan baxt aslimalari shuncha ko'p va shuncha cheksiz.
İşten baldırlı qaytib kelganmidingiz? Vay. Jamila bama. Sizning telefoningiz ekan. Vay. Ah canım, sizning ovozingizni anglaydigan kunim keladi ekan. Nima? 2 kun ko'rishmasak, ko'rishmagili necha asr bo'lgandek tugishib ketyapman. Qani aytanga, kuz qorlig'ichidek nega ko'chdingiz? Menga ishingiz og'risin jinim. Koni joyga qachon qadam tashlab qilasiz? Oshiqning holiga mashq yetmasa, Xudoning kori bo'lmaydi ekan. Ha? Meni bunchalar qiynaman güzelim. Tomochug'im. Nima demapsiz? Ya meni ishqilxonada kavob bo'lsin dedingizmi? Undaq tash yurak bo'lmang jinim. Bandisiz azoblisiz gunoh bo'ladi. Men sizsiz yashayolmayman Tomochug'im. Gap qilaman. Vay. Siz hadi kim o? Ha? Siz meni deb jo'ylayapsiz. Jo'ylasammi? Sizni deb jo'ylagandim Tomochug'im. Bu men. Men to'limadingizmi? Jinim. Bu beshini yeydigan. Tomochuk. Pah. Ajab chiroyli qismkan bu. Men sizni Jamila deb oddiyli chaqirib yuribdiman. Mundaqmi ismim bor ha? Shundan ismingizning borlig'ini burroq menga desangiz bo'lmamdi. Murat, men Tomochuk. Men sizni hargizmi bundan atab bakmagan. Hargiz bundan atab bakmagan. Bo'ldi, yig'lamanglar. Qara, Allohga. Rahimsiz ayol. Ko'z yoshi bilan erini qanchalik bechor qilib atgan-a? Yig'a ayollarning erlar oldida qiyin o'tkaldan o'tib olish uchun ishlatadigan eng abjil quroli. Boshqalar ko'z nima deb o'ylab qoladi? Shu ko'z yoshlarga erlarning qanchalik g'ururi singan deysa. Bu jahannam. Qara. Muradning so'zlari nimancha o'rinliq. Mana Jamila mening ko'zimni bog'lash uchun ezilib damdardek buqilib yig'lamoqda. Ahmaq xotinda bu. O'z vaqtida mening yig'lashimni, oyiqig'i qilib, hap o'qilishini, tilishimni tamoq qilib yurgan bu qo'ydi bu. Shu sababdan bu tushuntirishlarimga quloq solmay, men egilgan siri tayoqda qitib olgangan. Mana Xudoning kunlari uzun. Yig'la xotin, yuqodan chiqishi yig'la. Ammo meni ko'z yoshlarimga ishimdi deb ham xiyol qilma. Qo'lingdan kelsa, bu uyni ko'z yoshlaringga g'arq qilib etdi. Hammamiz sening yoshlaringda oqayli. Ammo men sana hargiz aldanmayman. Ket.
Çivimdek bizden neymiken sen Cumo? Kim o sen? Erkek tükün olsa telefon oraya yemey aldın mı kememse? Kechiring birodar, o'zingizni ayang. Jamila turgan yerda sizning oldingizda erkak tukimni chiqarib yursam sat emasmi? Meni tanglikda qo'yma, ha? Bu hesapni cho'qim olmay qo'ymayman. Bu eshak nasli ablah odamning uyqusini shundoqmi harom qilamsan? Set shu mumkin bo'ldi menda. Ya kunduzi ya kechasi odamga xotirjamlik bo'lmasa, bir sho'ri qurg'ur men bilan o'chak kishyapamdi ya. Nima sachilik bu? Oy. Telefonni hajat tasbi ilavatsiz qo'chini. Bilib qiling. Sizning dadingizda bu ko'zlarimdan uyqu qochdi. Murat. Sizni seg'inib faqat uxlayolmayotdimi? Gap qilsangchi. Hey, Muratning jini chaplashqa rasva. Mumis qilsangchi, yuzing nimanchi qilin sening. Kechasi bizning telefon qildik nima ilishing batdi? Ha? Sana nima bo'lsa shu. Sen bilan talashib o'tirgan vaqtim yo'q. Iching etishib ketsimi, chidab turib telefonni Muratga bergina. Ikki g'iz gap qilolay. Ha? Gap qilmaysan-ku. Telefonni bermayapsan-sa? Ha? Muratning bundaq kecha telefon ilishga vaqtim yo'q. O nomussiz buzuq. Senda ko'chada qolgan qizlarning telefonini Murat hargizmi olmaydi. Anglayapsizmi? Hey. Meni ko'chada qolgan qiz degidek sen nim solaytding ba. O'zing kim zodi? Men ko'chada qolgan qiz bo'lsam bo'lgandimi? Ammo shu ishim qıçpaqliq tonini kiyib yurib, kishilarga to'mochiq bo'lib baxmidi. To'g'ri eg'zimni g'irishlamay Muratni chaqirib. Bo'lmasa o etish kelib o'zingni ko'ramaysan. Oyog'imni bir uqtama. Kimsan? Nimaga shuncha yo'g'on so'zlaysan? Ha? Muratning sevgini az kundan keyin uning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lg'usi ayol bo'laman. Qandaq? Mumkin bo'lsa, isitini saqlab vaqtida kashini to'g'rilab. Bo'lmasa, keyin kupshayman, foyda bermaydi. Nim bo'ldi? Uning iching tushib ketdi-ku. Chidamayapsan-sa? Vay. 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 Sizga rahmat deysan bo'g'dang Murat. Ayolimizning qandoqdir biriga to'mochiq bo'lganligini sevgilingizga hikoya qilib berishga ulguribsiz. Endi bunga nima deysiz? Yo'q, Jamila. Xudo oldida qasam qilamanki, mening hech qachon sizdan boshqa sevgilim bo'lib boqmagan. Buningdan keyin bo'lmaydi. Bu balkim birasining qasdan chidamaslik qilib
yoki bekorchilikdan ichi pushib qolgan ishi bo'lishi mumkin. Mana ishning Jamila. Meni xato tushunib qolmang. Hargiz xato tushunib qolmang. Mana obdala tushunyapman-ku. Navada siz zerikib boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan. Bu so'z ochiq ta'bir. Bunda o'yin o'ynab yurgich. Sizchi? Siz nemishki demaysiz amsa? Murat. Benim ana chidoqchiligim qolmadi. Murat. Aramız ishonch qolmabdi. Biz qanday bir o'yin yashayapmiz? Mana ishini. Mana ishini qilayman.
Cemile'ge şuncha yalvurduq, faqatla unimidi. Hey, qaraganda onun dilini bekler eniştipsiz Cimo Muratcağızkı. Şu emasmi? Bichara Cemile şundaq ezilib yig'ildiki, ig'zida bire ig'z gapnim aniq anglayolmay ketdik. Yoshlik deganda bir-biriga akilishib, sho'xlig'iga bas kelanmay, ya undaq, ya bundaq tagishlar degan doim bo'lib turdi. Eng yaxshisi siz erkishi bo'lgandikin, qo'sqingizni kengroq tutib, o'zingiz bir qatim berib kelmasangiz bo'lmag'idakchimi? Shuda Cemile'ge bekli ko'nib qoptikanmiz, uning yo'qligi bizga bek bilindi. Bo'pdimsa. Sal vaqt o'tsin. Cemile'ning achchig'i yonganda qaytirib kelsam bo'ladi. Mayli. Sizlarni avara qildim. Yo'qay, biz mangaylamsa. Cemile. Oy. Kes. Eskisi yok. Murat, Turmuşumuzdaki xo'shallik, turmuşumuzdaki azap, turmuşumuzdaki kulki hem yig'i deganlar uncha olab qo'rqinishmas. Eng qo'rqinishligi bizning ularni qabul qila olishimiz yoki qabul qila olmasligimizdir. Biz baxtni o'zimiz yaratamiz. Shundaq ham o'zimiz vayron qilamiz. Baxtni yaratganlar hayotning va turmushning xo'jayinlaridan bo'lish sharfiga erishsak, baxtni vayron qilganlar baxtsizlikning mangulik xo'jayinlari bo'lish sharfiga erishamiz. Mana bu biz odamlarning qismati. Ha? bizning kelgusida cho'qim baxtli oilamiz bo'ladi. Rasma? Ras bo'lmaychi, ishonmamsiz? Ishonaman Jamila. Bizning texi yana nurg'un bolalarimiz bo'ladi. Texi bir muncha bolalardan tushib ketganini qara. His qilinmi? Balasiz uy mazar degan gap bor emasmi jinim? Qani u baxt. Bu oila shu tap qari qo'yun vayron qilib atgan o't cho'p dövsidek parakanda. Buningga nima amal? Kaygilik boshqa kelganda o'zingni nega qochira olaysan? Men Jamilani chin dilimdan suyman. U meni qavatli yaxshi ko'rdi. Ammo bo'lib o'tgan ishlarni bir-birimizga tushuntirib bermaymiz. Bir materialda tumuchiq chiroyli bo'g'ini bilan qo'lga o'rganmaydigan qush u juftiga bek sodiq deb yozilibdi. Ammo Jamila qo'lga o'rganibdi. Kimlarningdir tumuchiga bo'pti. Bu dardga chidash mumkinmi? Mağımın telefon kelyapti. Mağın telefon qilgan zodi kimdi? Ya bir adalda telefon nomerini xato yozib bergan bo'lsa, bir nima dadida sarang olgan o qanjoq arnumuzni qayirib qo'yib, telefon urib Texi Jamila bilan tang turishlarchi uni. Qiziq ish. Jamilaning birsiga tumuchiq bo'g'inni u kimdan oldi-ki? Nemishqi tap tatmay uning yuziga soladigandir. Bu kunlarning oyig'i endi qayerdan chiqarkan? Yaratgan ega. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlık güzel Jamila, yollarımda göz çıkaremem. Sen benimden yirak
Yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim. Murat, sizga zodin nima bo'ldi? Zehningizni yig'olmaysiz go. Qara. Bu jadvalni yana xato to'shqizibsiz. Kechiring, rostli xato bo'lib qopti. Bundaq ish bo'laversa qanday bo'ladi? Sizning zehningiz xeli o'tkirdi-ku. Bundaq ish ilgari faqatli ko'rinib boqmagan. Buningga diqqat qilay. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda güz çıkar hemen. Sen benimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Şamallar uçar şu gün şu her gece yollarınga qarayman bugün bu her gece kerak emas mana şirin soğuk şamallar uçar şu gün şu her gece yollarınga qarayman bugün bu her gece kerak emas mana şirin gündüz gün moment üçün okşaş zulmet gece unuttun mu yar beni niçin ayrı gece
Tamakang bamu. Çakmak bakmaklı badın. Çektirmemse balağınıza. Mana hamma narsa bor. Aka. Saytın xili bo'ladi ekan-a? Yaşmansa. Chiqra. Ikkila buni. Mangam ya bu saytın. Gilna aktarıp bakayı. Ama telefon yok mu? Vay Allah burun suylup boğan piyazken bu bu. Kiteyli buldu. Ketdi. Jamila, ha, sizni bir chaqiryotdi. Kimkan u? Chiqqanda bilasiz, sir saqlayotdi. Ha, ma'qullansa. Bu yekkep qapsiz-ku. Sizni ko'ray deb keldim. Qo'shnilar sizni bek so'rab ketyapti. So'rimiz baribir. Tutunning achchig'ini mo'ri bilimiz kim biladi? Mening dardimni kim tushundi? Ularning chirig'i o'zlariga yonidi. Mana men tushunaman. Men obdan tushunaman. Yo'q. Siz hargiz tushunmaysiz. Siz faqat kimdir birisini menga telefon berganligini tushunasiz. Jamila. Menga ishonmamsiz? İlgiri işendim. Xudoga, imonga ishongandek. Aqid qilgandim. Keyin Hozircha Jamila. Ben bu savoldan bak qo'rqaman. Bakli qo'rqaman. Shuni uyga qaytib ketgim kelmaydi. Jamila? Bo'ldi. Qaytib keting. Bu nima qilganingiz Murat? Siz nima ishlashyapsiz? Unda qilmang. Siz hozirda emas-ku. Yo'q. Men hozir o'lib ketayotgan baxtim uchun hozir ichyapman. Unda deyman.
Qarasam o'zingizni bekil tashib o'tibsiz. Bundaq yuraman. Kiyimlaringizni almashtirib yuring. Bundaq yursangiz ranjib qolaman. Bir-biriga ashaddiy raqib bo'lib ketgan. Ayolning ko'nglida yaxshi o'tgan kunlarning mehri qoladi, Jamila. Biz bir-birimizga qancha chidgan raqib bo'lganimiz yo'q. İlgari biz qandoq baxtli edik. Buni bilamsiz? Bilamsiz? Hozir biz arzimas ishlar uchun hijron azob tortyapmiz. Ashu yaxshi kunlarimizning hurmati uchun bo'lsa-mu qaytib keling bo'lamdi. Lekin biz o'tinib qolay Jamila. Birga ketaylik. Ha? Jamila. Bu uy sizning qo'lingiz bilan kuladi. Mening yerim ko'nglim illiq mehringiz bilan to'ladi. Buni bilamsiz. Voy, kimdi? Men qarab baqay. Yo'q, men chiqay. Bo'ldi, siz o'tiravering. Men ochay. Qarsam zonqoğa suzdakka içirqab qaptı. Bir dəsti gelib kelgan edi. Öydən bir mekicinning ovozi anglandi. Kirishni afsusmadim. Ati gul bilan sizni ko'kirib kelaman. Uyingizga mening qimmatli sovg'atingizni ko'rsatgan akaganmi? Bu men
Siz ne kapılış meyvancı usta? Ha? Kimdi bu aşkınız bilen didarlaşıp durup bu? Yani benim aldımda neçe kıyafet kırvadınız neylesin? Ha? Cemile, Xudo haqqi. Ketgandan beri bu uyga bir aytishim kirib boqqani yo'q. Emsi bucum, mavcum, bunu qanday tushundirsin, aytimi? Xudo. Bu nima gapdir? Biz baxtimizga chaqchaq qilib o'tgan zodi kimdir? Cemile! To'xtang Cemile! 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 Murat! Siz yenmeymi demakchi? Men o'zimni nima deyishimni bilmayman. Biroq turmushimizni bundaq sababsizla vayron bo'lishini xohlamayman Cemile. Endi dangaz. Sebepsizla. Bu işle sebep olamam diye. Bu işlarni deyman Cemile. Bu işlarni men keltirib chiqarmadim. Amsi men keltirib chiqiribdiman-da. Bo'ldi qilaylik Murat. Sizni takli tanglikni qog'ideksiz. Turmuş degan shundoq bo'lsa. Men ko'p shug'lab, olimdan ketgidayman. Bel qo'yib aytdingiz shundaqmi? Qarang, Cemile. Bu ikkimizning turmushi. Bu uy bo'lsa, ikkimizning uyi. İkimizin cenneti, ikimizin dünyası. Onu asraş, onu kadirleş. Hem qo'g'dash ikimizin işi. Eğer bayram qilish to'g'ri kelsa, bu ish ikimizin qo'lidan keladi. Lekin biz o'z roziligimiz bilan onu söýüşke, qadirlashga asraşqa tən qədəm basqan. Əmdilikdə siz turmuş meni çarçıtıb, halsırtıb qoydu deysiz o. Şundaq, şundaq. Biz turmuşqa tən qədəm axın. Benim bu turmuşun sevgim yoxmu? Kadirligim, asrağım, qoğdağım yoxmu? Ha? Lekin, elqat, gül. Bo'ldi qilaylik Murat. Men asli charchadim. Cemile, turmush asli biz tarafda. O bizning jangohimiz emas. Bizning dushman, raqibimizmi emas. Bizni mushohlig'i tushirib qo'ygan. Bir-birimizga tushuntirishga amalsiz holga tushirib qo'ygan. Ashu nejis telefon. Men aniqlab baqdim. Lekin o aniqlig'i bo'lmaydigan, nomeri chiqmaydigan
Necis telefon ken emasmi? Biroq Murat, degan ishni qanaqa tushuntirsiz? Men bayaqdan sizga nima dedim? Bu birisining o'yini ekanligi chiqibdi turmamdi. Bayaqdan ishlar meni sizni bakrak azoblar otidi. Buni sizga tushuntirishga amalsiz qilyapman. Shuni bilamsiz, Jamila. Yen shu nomeri yo'q telefonga. Vay. Belki bir vaqtini berib qapsiz şeyinlik. Seyhanib ketib qolgan edim. Uni yo'q silib tutmoq telefon qilasiz. Deyman, ajoyib hayajon ichida javob. Degan so'zni boshqa aytmayman. Elim buni namus qilmaydiganlar. Ishqilib kim bo'lsang, qaysi noahli bo'lsang, ajab joyida keltiryapsan, ha? O kimdi? Ajab tanışlısımı o? Elik telefonunu. Hey, bu benim Ali mektepteki sağlıkdaşım. Hem ağinem Tursun'u. Gül kız. Ha, yaxshimisiz? Qin o'tdim. Siz bilan bir ming'chilgan yerga yetdim, Murat. Obdan uchrab qoldingiz. Qanday vaqtingiz bormi? Bor. Men ishongan taqda kiyik yotmabdi degan maqol tamsilning ma'nosini sizdan tepib Murat. Ayting, nima qilganingiz bu? Do'stim Jamilaga nimachi qilasiz? Onun ko'z yoshlaridan daryo yasab, beliq boqay deyotam sizga. Yo'q, Gül kız. Bu ish hargizmi sizlar o'ylagandek undaq ish emas. Siz bu menga ishonmamsiz? Bir mo'rdan tutin chiqargan odamingizga ishonch ato qilmay turib, mendan ishonch talab qilishga nima haqqingiz bor, Murat? Men Jamilaga ishinaman, do'stimga ishinaman. Men qanday qilsam, ondan sizlar menga ishondigansizlar. Men shuncha ujmi ko'ngil odamman. Buni vicdaningizdan so'rang. Bu jahonning erlar nima bo'lib ketayotgan ekan, taq qarshi shuncha muloyim, qoidalik, ammo hadis samonotigidan sujib ketayotgan. O kimdi? Yelqa olmasi şumudu. Ailemizin kuşçanlığı olmakçı bulgan bu Allah'tan bir kör bakaycı.
Men nimalarni o'ylab ketdim? Men uningga ishonishim kerak. Bu hargiz mumkin emas. Mumkin emas. Oy, Kamal, kira. Oy, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Salomatliging yaxshidir, ha? Yaxshi. O'zing qanday turyapsan? Yomon emas, adash. Qani, o'ltira, ha? Nimanda qumga tushgan yingidek yo'qolib ketgan desam, hujjat o'visi arsida qolib ekansan-da. Hujjat deganni qatirib ko'rib, bir o'siday debsan-da. Nim deganing bu? Hujjat ko'yganga o'sidigan ish nima ekan? Odamning aqli yetmaydigan neni ishlar bo'lyapmanda hozir. Qani, ayta. Meni bu yerga bir ish bilan izlab kelganmisan? Ras, seni kechki bir o'ltirishga chiqlab kelib edim, og'ayni. O'ltirishqa? Shundaq. Buni bir hisobda sening ziyofating desak ham bo'ladi. Biz bir necha savaqdash sana hamroh bo'lib, ziyofat ichimiz shu. Mening ziyofatimmi? Buningdan hajab, mening xabarim yo'q ekan-ku. Mana hozir xabar topding-ku. Sizlar rastli o'ltirish qilmoqchimi? Endi tushundim. Sizlar bir qanchinglar mening nomimda ustal buyurtib, meni yiqitmoqchi bo'psizlar-da, ha? Sening rastli xabaring yo'qmi? Ziyofatning gapini sening og'zingdan anglayapman mana. Endi bildim. Bu yozuvchi og'aynimiz Murodilning o'yini ekan-da. Murodilning o'yini? Astag'firullah. Eshikdan kirgandan buyon taq-tuq so'zlayapsan. Men hech nimani tushunmay qoldim-ku. Nemali gap bo'lsa, mening beshimni qaymoqtirmay. Ochig'ini davamamsa, uning sizmi mening tatiyotgan dardim oz emas. Buning nersiga chidayolmayman. Sening rastli xabaring yo'q ekanda. Murodil inoq oila, baxtli turmush va hozirgi zamon aloqa qurollarining uninga ekiladigan ba'zi bir ziyonlari ustida tadqiqot olib berib, bir kitob yozgan ekan. Asri bitibdi. Bugun shuning cheyni ichadigan gapkan. Anglasam, sizlarning oilami bu kitobda bormish-ku. Ha? Murodil bu kitobni yozishda sizlarning baxtli oilanglar ustida tadqiqot olib berib, ba'zi bir chaqchaqlarni qilamiz. Qog'inini kashni bilamiz-ku. Soat 5 da Tumaris restoraniga marhamat qiling. Murodil shunday degan. Cemile. Indemoqchi. Siz bilan paranglashmasam bo'lmaydi. Cemile. Hamma ish oydinlashdi, sir yeshildi. Men bu ko'ngilsizliklarning tagiga yetdim. Yana nima hikoya to'qaydavotsiz, Murod? Men sizning qazningizga chiqqaynab ketdim. Shu chaqcha. Nima deb o'ylagan, qandoq tushungan bo'lsangiz, mayli. Siz haqliq. Chunki men sizga siz qoyil bo'g'idek sabab ko'rsatib beramadim, Jamila. Bugun gapimni anglamasangiz bo'lmaydi. Bu bizning taqdirimizga, oilamizning kelgusiga munosabatli cho'ng ish. Cho'qim gapimni anglashingiz kerak. Shundaqmi? Yog'och qozonda bir qitim osh pishadi. Undaqda. Qani so'zing. Siz mening hiliqi Murodil degan sog'dishimni taniydigansiz? Murodil? To'g'ri, yozuvchi sog'dishimchu.
İşenmişsiniz. Siz hazırla restoranga başlap barın. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Keling, Qani o'ltiringlar. O'tiringlar. Kechib qolding-ku. Yo'lda azroq ayol bo'lib qoldi. Davomli o'zingga qo'shilib yuradigan nima bo'lsan, ha? Ey, Murat kelmadi-ku. Savaqdoshlar orasida birdan-bir baxtni topqani shu ikkisi edi. Endi ularga ko'z tekkandek ish bo'ldi-ku. Qo'rimidan ag'ach o'tiringlar. Gül qizni anglashimcha bir noahli ularning turmushiga so'g'uqchilik silvat qilyapmish. Hadis telefon berib, qani. Ag'ach o'tiringlar. Ustam, mushat to'xtadi. ma'qul. Chiqay. Alamsiz. Qaysi qoldi? Avni beraman. Ha, ma'qul. Qaysi pul? 50 kun. Ha. Aldыңызмы? G'aflat bosgan kunlarimizni unutib, turmushimizni qaytadan boshlaylik. Men sizni suyman, Jamila. Men sizga ishonaman. Sizni suyman, Murat. Rahmat. Bugun men baka xushal qilyapman. Agar siz to'g'ri topsangiz, men bu gulni bizning vaqtli azobimiz badli kelgan shu asarning avtoriga so'q qilsam, ranjimaydigansiz. Ranjimayman. Ustam, Tumaris qayda? Bak. Ha, qani, keling. Qani, og'inlar. Quloq solinglar. Bugun ajoyib bir qutlug' kun bo'pti. Do'stimiz Murodil nihoyat ko'p ajr bilan Bo'ldi, qaytirma. Rahmat. Boshindaq cho'ptimda ikkisi o'chirsin, bizga yaxshi bo'ladi. Shunga og'inilar. Qo'limdagi bu tunji romkini og'inimiz Murodilning shon sharafiga ko'tarsa qanday? Qani, qo'sha. Ko'taraylik. Qani, ko'taraylik. Tahrir qilinglar. Assalomu alaykum og'inlar. Salomatliginglar yaxshi turgan. Tabriklaymiz Murodil. Asrangizning fikrini anglab sizga xush bo'ldi. Rahmat sizga. Oddiy bo'lsin, qabul qiling. Sizga muborak. Rahmat. Bu mening g'ururimning so'g'isi. Bu mening bu dunyodagi egam Muratning oldidagi. Uning ko'nglidagi poklik izzatimning so'g'isi. Eg'ir ammay. Qabul qilasiz.
agar ranjimasanglar, bizning vaqtlik azobimiz badaliga bitib chiqqan bu buyuk asarni suyimlik ayolim bilan birga ko'rib chiqay deyman. Kechiringlar og'inlar, kayfiyatinglarni buzib qo'ydim. Buningdan keyin mening turmushimning har bir daqiqasimi intayin ma'nilik, intayin ko'ngillik, intayin baxtlik o'tadi. Kechiringlar og'inlar, kayfinglarni buzib qo'ydim. Biz mangdiq. Jiring Jamila. Bu ben Onunla bakli iğri kelgan o'xshaydi. Bu qanday o'g'lamdi? Men saqlab turing. men asli bu men o'ylab baqsam og'inlar, bir ishni xato qilibman. Bu kitobni ko'rishga ketgan vaqtimni yanala turmushimga beray. Bu kitobni turmushni qadrlamaydigan nadonlar ko'zi bo'g'idek. Endi şunuz tekkendi. Ha. Muradil. Telefonni siz eling. siz asıl zamanda. Ay, uxlagan. Kimdi o bu? Voy, kim o? Kim o? Men Sevla. Kimdaysiz bu? Bugun nimandaq va'dangiz turmaysiz qadrligim. Men sizning asringizdan bitib chiqqanligi uchun o'zimni sizga yana bir qatim sovg'a qilib saqlab turg'ili. Ne vaq? Hey, kimga? Xata urib qo'ygan o'xshaydi. Xata urib qo'yibdi? Xata urib qo'yishunda shirin gaplarni qilamda? Yo'q, men rost tonimayman. Besoniyadg'ayib. Voy, meni daqilsan. Yo'q, bak, angla, men rost. Men uni tonimayman deyman. Güzel Jamila. Voy, kimim men? İsteme. Yo'q. Hey, vallahi o'g'lim sert turdi. Hey, bak qo'shni anglasa. Sen menimden yirak gelmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni.